İkinci mavzumuz trading tushunchalari haqida. Bu mavzuda tradingdagi asosiy tushunchalarni kengroq tushunib olamiz ma'no mazmunlarga. Bugungi mavzumiz rejasi bilan tanishib chiqamiz. Jahon valyuta bozori nima, u qanday ishlashi haqida bilib olamiz. Trader qanday pul topadi? Siz bunga javob olasiz. Broker haqida tushuncha, valyuta juftliklari, lot o'lchov birligi, pipsning qiymati, yapon shamlari, shu haqdagi savollaringizga barchasiga javob olasiz. Shu reja asosida darsni davom qildiramiz. Jahon valyuta bozori qanday tashkil topgan, qanday tuzilgan, shu haqida tushuncha berib o'taman. Qarang, Forex xalqaro valyuta bozori, bu yerda turli xil davlatlarning milliy valyutalari bir-biriga nisbatan olib sotiladi. Ya'ni bu bozor dunyodagi eng likvid, ya'ni pul juda ko'p aylanadigan moliya bozori hisoblanadi. Kunlik savdo hajmi 10 trillion dollar. Forex bozorining ishtirokchilari asosan markaziy banklar, kommersion banklar, xalqaro korporatsiyalar, fondlar, investorlar, reality traderlar, ya'ni biz va sizga o'xshagan oddiy investorlar. Endi qarang, jahon valyuta bozorining asosiy valyutalari bor. Ekranda ko'rib turganingizdek, valyuta kodi, valyuta nomi, davlat mintaqa berilgan. Bu yerda AQSh dollari USD bilan belgilanadi. Siz buni yaxshi bilsangiz kerak. Misol uchun, Amerika Qo'shma Shtatlarining AQSh dollari, ya'ni dollar milliy valyutasi USD kodi bilan berilgan. Yevropa Ittifoqiniki yevro kodi bilan berilgan. Xullas, Yangi Zelandiya dollari bor. Misol uchun NZD. Mana shu ko'rib turgan valyuta juftliklaringiz jahon valyuta bozorining, ya'ni Forexning asosiy valyutalari hisoblanadi. Keling, endi trader qanday pul topadi? Shunga qisqacha to'xtalamiz. O'zi trader kim degan savolga javob berib o'tamiz. Qarang, trader Forex, ya'ni jahon valyuta bozorida valyuta juftliklarini sotish yoki sotib olish orqali narxlarning o'zgarishidan foyda ko'radigan shaxsdir. Misol uchun, trader bir haftada dollarning so'mga nisbatan narxi 1000 so'm o'sishini taxmin qilib, bu vaqt ichida dollarning kursi, ya'ni 12 ming so'mni tashkil qilsa, u bankka boradi, 10 ming dollar sotib oladi 120 million so'mga. Keyin bir hafta o'tgandan keyin dollarning so'mga nisbatan qiymati oshib, ya'ni 13 ming so'mga chiqqanda nima qiladi? Bir hafta oldin sotib olgan 10 ming dollarini olib borib sotadi. 130 million so'm pulga. Natijada bitta bitim bir hafta kutiladi, 10 million so'm pul ishlab olinadi. Xuddi shunaqa tartibda bo'ladi. Siz hozir internetda MetaTrader platformasida ishlasangiz, u qanaqa bo'ladi? U tez bo'ladi. Misol uchun, siz u summani pulini olmaysiz, sizga broker kontrakt beradi, ya'ni shartnoma beradi, shartnoma asosida olasiz, sotasiz, u sekundlar ichida amalga oshadi. Keling, broker kimligi haqida to'xtalaylik. Broker siz bilan, ya'ni trader bilan jahon moliya bozorini bog'lovchi vosita sifatida xizmat qiladi, ya'ni ko'prik. Siz to'g'ridan to'g'ri jahon valyuta bozoriga ulana olmaysiz. Jahon valyuta bozorida oldi-sotdi qila olmaysiz. Bunda bizga broker yordamga keladi. Sababi bozor global va murakkab tizimga ega. Broker bizga nima beradi? Broker bizga platforma va texnik imkoniyatlar beradi. Ya'ni serverlarga ulanib, savdo jarayonlarini amalga oshirish uchun. Broker nima qiladi? Bizga beradigan xizmatlar savdo platformasini beradi. Ya'ni MetaTrader 4, MetaTrader 5 va boshqa shunga o'xshagan o'zining savdo dasturlari bor, o'shalarni beradi. Leverage taqdim qiladi. Leverage degani kredit yelka. Bu haqida keyinchalik to'xtalamiz. Umumiy qilib tushuntirsam, kichik mablag' evaziga katta savdolar qilish imkoniyatini yaratib beradi. Buyurtmalarni amalga oshiradi. Sizning buy sell orderlaringizni bozorda ochib, yopib, shunaqa buyurtmalaringizni amalga oshiradi. Analitik vositalar beradi, grafik, indikator, yangiliklar haqida ma'lumotlar beradi. Siz bular orqali bozorni texnik analiz qilib, fundamental analiz qilib, narxni qayerga borishini taxmin asosida
analizlarga asosan analiz qilib, misol uchun narxni qayerga borishini bilishingiz mumkin. Risklarni boshqarish, stop loss, take profit, kabi buyurtmalarni amalga oshirish imkonini beradi. Valyuta juftligi bu o'zaro munosabatga kirishgan ikkita valyuta juftligi bo'lib, valyutalarning qisqargan nomlari bilan ifodalanadi. Misol uchun AQSh dollari USD, o'zbek so'mi UZS ko'rinishida ifodalanadi. Bu ko'rinishda birinchi kelgan valyuta asosiy valyuta hisoblanadi. Ikkinchisi narxlovchi valyuta hisoblanadi. USD UZS valyuta juftliklarining yonida kotirovkalari bo'ladi. Valyuta kotirovkasi deyiladi. Ya'nida siz bankka yoki internet orqali valyuta kursini bilmoqchi bo'lsangiz, ikkita narx qo'yiladi. Olish, sotish deb. Ya'nida siz bankka borsangiz, 100 dollar pul olib borsangiz, misol uchun olib borsangiz, 12.890 dan sizga uni maydalab berishsa, siz dollar olmoqchi bo'lsangiz, 12.960 dan sizga dollar sotishadi. Bu tradingda nima deb aytiladi desangiz, bu tradingda bid, ya'nida 12.890 taklif narx, ask 12.960 dan talab narx deb aytiladi. Ya'nida bizda ask va bid narxlari o'rtasidagi farq bor. Ya'nida siz ko'ryapsiz, 12.890 bilan 12.960 ning o'rtasida 70 so'm farq qilyaptimi? O'sha farq spread deb aytiladi. Spread bu o'rtadagi farq bankni foydasi hisoblanadi. Bizda ham bor. Misol uchun MetaTrader'da ishlaganingizda o'rtada ikkita chiziq borib keladi. Ya'nida ask va bid narxlari ko'rsatilgan bo'ladi. O'rtasidagi ochiq joy spread deb ataladi. Bu spread brokerlarning daromadi hisoblanadi. Brokerlar spread hisobiga daromad oladi. Brokerlar qanday ishlashi, qanaqa bo'lishini u uchun alohida mavzumiz bor. O'sha yerda suhbatlashamiz, o'sha yerda hammasini bir-birga gaplashamiz. Valyuta juftliklarini turlari bor. Ya'nida to'g'ri, teskari va cross valyuta juftliklari deb aytiladi. Ekranga qarasangiz, chap qo'lingizda valyuta juftliklarini kodlari berilgan. Misol uchun, Yapon yenasiga USD, ya'nida AQSh dollariga bo'lgan nisbatlari hammasi Kanada dollariga, shveysarskiy frankka, xullas hamma valyuta juftliklarini katta qismi shu yerda ko'rsatilgan. O'sha valyuta juftliklarida siz savdo qilishingiz mumkin bemalol. Endi valyuta juftliklarining to'g'ri, teskari, cross ekanligini aniqlab olishimiz kerak. To'g'ri valyuta juftliklari bo'ladigan bo'lsa, asosiy valyuta sifatida, ya'nida bizda AQSh dollari keladi. Ya'nida birinchi yozilgani USD bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ri valyuta juftligi hisoblanadi. Teskari valyuta juftligida USD ikkinchi keladi. Ya'nida o'rtadagi chiziqdan keyin keladigan bo'lsa, bu teskari valyuta juftligi bo'ladi. Tarkibida umuman valyuta juftligi qatnashmagan, ya'nida AQSh dollari qatnashmagan valyuta juftligi bo'ladigan bo'lsa, bu cross valyuta juftligi deyiladi. Siz ko'rishingiz mumkin, yuqorida to'g'ri valyuta juftliklariga misol qilib ko'rsatilgan. O'rtada teskari valyuta juftliklari, pastda cross valyuta juftliklari. Endi qarang, bizda hamma narsada o'lchov bor. Misol uchun, suv litrda o'lchaniladi, masofa metrda o'lchanilgani kabi bozorda ham, ya'nida forex tradingda, umuman tradingda o'lchov birligi sifatida lot deb nomlangan o'lchov birligi kirgizilgan. Lot bu nima? Lot standart savdo o'lchovi hisobida olingan, ya'nida standart, umumiy trading hisobida standart o'lchov birligi. Ya'ni siz bir savdoda qancha miqdorda valyuta bilan operatsiya qilayotganingizni bildiradigan o'lchov birligi hisoblanadi. Ya'nida qancha valyuta olib sotishingizni bildiradigan o'lchov birligi hisoblanadi. Qarang, lot 3 ta nimaga bo'linadi? Misol uchun, standart lot, mini lot, mikro lot. Standart lot bo'lsa 1 lot deb yoziladi, mini lot bo'lsa 0.10 deb yoziladi.
mikrolot bo'lsa 0,01 deb yoziladi. Nimaga bunaqa desangiz, u nimani anglatadi desangiz, bu yerda yozilgan, ko'rishingiz mumkin. Standart lot, ya'ni siz bir lotda savdo hajmini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, sizni 100,000 birlikka teng miqdorda valyutangiz bo'lishi kerak. Ya'ni-da qisqacha qilib tushuntiraman. Qarang. Misol uchun siz bozorda bir lot yevro USD bo'yicha buy savdosini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, sizning hisobingizda 100,000 dollardan ko'p. Ya'ni-da shu nimani kursi bilan, shu vaqtdagi yevro USDni umumiy kursi bilan 112,000 AQSh dollari bo'lishi kerak. Nimaga desangiz, qarang. Bir lot yevro USDda buy savdosini ochmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? Siz brokerga so'rov yuborasiz. Men 100,000 dollar, 100,000 yevro sotib olmoqchiman. Dollar, AQSh dollariga 100,000 yevro sotib olmoqchiman deb buyruq berasiz. Broker nima qiladi? Broker hisobingizda yetarli mablag' bo'lsa, sizga bitimni ochib beradi. Keyin bitimda agar narx siz tomonga qarab harakat qilsa foydalanasiz, teskari tomonga harakat qilsa siz zarar qilasiz. Endi qarang, bu nimani bildiradi desangiz, misol uchun 0,01 desangiz, oddiy qilib aytganda 1000 dollar yoki yevroda savdo ochmoqchi bo'lsangiz, 1000 yevro deb olsangiz ham bo'ladi, misol uchun. Eng kichkina birligini. Lot o'lchov birligi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keling endi pipsni qiymati haqida gaplashaylik. Pips o'zi nima? Pip valyuta juftligidagi eng kichik narx o'zgarishi. Boya sizga valyuta kotirovkasini ko'rsatdim. O'shani eng kichik, ya'ni-da o'zgarishi. Misol uchun ko'pchilik valyuta juftliklarida 1 pip 0,30 dan keyingi son o'zgarishida nima hisoblanadi? Yapon yenasi bo'lgan juftliklarda 0, ya'ni-da 0 dan keyin nuqta, nuqtadan keyin bitta 0 dan keyingi o'zgaruvchanlik hisoblanadi. Nimada, bozorda-da. Misol uchun lot va pip qiymatlari. Misol uchun bir lot 100,000 birlik 10 dollar. Ya'ni-da bir pip yursa yuqoriga, misol uchun siz 100 dollar hajmda yevro USDda buyga savdo ochsangiz, bir pip tepaga yursa, sizni foydangizga yursa, siz bir pip yurgani uchun nima qilasiz? Siz 10 dollar foyda qilasiz. Agarda 0,01 dan ochgan bo'lsangiz, 10,000 dollar, 10,000 birlik hajmda 1 dollar foyda qilasiz. Agar 0,01 dan ochgan bo'lsangiz, 1000 birlikda 0,10 sent foyda qilgan bo'lasiz. Keling, pipsni sizga hozir brauzerdan ko'rsatib beraman. Qanaqa bo'lishi, qanaqa hisoblanishi haqida, shu haqida batafsil tushunib ketamiz. Ko'rayotganingizdek, biz yevro USD paralarini grafikini ochib turibmiz. Ya'ni yevro USD juftligini grafiki xuddi shunday ko'rsatishda, bu yerda time frame'lar berilgan. 1 soatlik time frame'da e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan narsani aytaman. Mana tepada mana продать и купить bor. Bid ask narx misol uchunda. Bu yerda qarang, birdan keyin 4 ta son yuqorida 5-inchisi kichkina bo'lib turibdi. Bu son olinmaydi. Misol uchun siz hozir shu joyda yevro USD ni bir lotda sotib olsangiz, bitim ochsangiz, misol uchun siz ochdingiz 1.15-20 da bir lot bitim buyga ochgan bo'lsangiz, bu 21 bo'lgan paytida siz 10 dollar foyda qilasiz. Agar u 19 bo'ladigan bo'lsa, siz nima qilasiz? 10 dollar zarar qilasiz. Agar 1.15-22 bo'ladigan bo'lsa, siz 20 dollar foyda qildingiz. Agar 1.15-30 bo'ladigan bo'lsa, siz uji nima deydi? 100 dollar foyda qilgan hisoblanasiz. Pips shunaqa qilib o'lchanadi. Endi qarang, USD JPY parasini ko'ramiz. USD JPY parasini ko'rganimizda bizada mana 3 ta sondan keyin
vergül, keyin ikkita son berilgan, ikki xonali son berilgan. Misol uchun siz bir lot Euro USD ni 158 butun 10 ga sotib oldingiz. Agar u misol uchun 8 ga tushib qoladigan bo'lsa, 20 dollar siz zarar qilayotgan bo'lasiz. Agar 10 ga olganingizdan keyin u 12 yoki 15 dollar o'sadigan bo'lsa, siz 50 dollar ya'ni 15 bo'ladigan bo'lsa, pip yurishi siz 15 dollar 50 dollar ishlab olgan hisoblanasizda. Endi qarang, bu yerda pip nima degani? Pip o'sha oxirgi son borki, misol uchun mana oxirgi sonini o'zgarishi, bu pips qiymati, ya'ni pipni o'zgarishi deb aytiladi. Euro USD valyuta parasining grafikini ochib oldik. Hozir unda pips qanday hisoblanishini, pips nima ekanligini grafiklarda ko'ramiz. Qarang, Euro USD parasini grafikini ochib oldik. Tepada chap tarafda yuqorida prodat и купить degan narx bor. Ya'ni ask bilan bit narxi o'rtasida mana 1.6, 1.4 bo'lib o'zgarib turibdi. Buni ustiga olib borsangiz, mana spread deb yozib qo'yibdi. Bu o'rtadagi tafovut. Ya'ni bit ask narxini o'rtadagi tafovuti. Endi qarang, pips nima desangiz, misol uchun bu yerda ko'ryapsiz, mana umumiy olib qaraganmiz. Bu yerda prodat narxini, prodat ustida 1 точка, qarang, yaxshilab e'tibor bering. 1 точка 15, 13, keyin 9, 8 bo'lib o'zgarib turibdi, kichkina son. Uni hisobga olmaymiz. Mana nuqtadan keyin 4 ta sonini olamiz, bo'ldi. Prodat. Bu sotish narxi kupit bo'ladigan bo'lsa, mana 1.15 bo'lib turibdi. Endi qarang, bizda pips deb nimaga aytiladi desangiz, pips deb mana shu oxiridagi sonni o'zgarishiga aytiladi. Agar shu narx misol uchun shu narx 13 ta turgan bo'lsa, 14 bo'ladigan bo'lsa, 14 bo'lib qolsa, ya'nida agar siz bir lotda, misol uchun bir lot savdo ochdingiz, buyga sotib oldingiz, Euro USD bir lotda, agar shu 13 dan 14 ga o'zgaradigan bo'lsa, 3-4 bo'lgani uchun 1 pips o'zgardi deb hisoblanadi va sizga 10 dollar foyda beradi. Bir lotda ochgan bo'lsangiz, agar 0.10 lotda ochgan bo'lsangiz, sizga 1 dollar foyda beradi. 0.01 da ochgan bo'lsangiz, sizga 10 sent foyda beradi. Xuddi shunaqa qilib o'zgaradi. Agar mana shu 23 bo'ladigan bo'lsa, misol uchun shu joyi 23 bo'lib tursa, 13 23 bo'lib turadigan bo'lsa, siz bir lotda bitim ochgan bo'lsangiz, siz nima qilasiz? 100 dollar 10 pips o'zgargani uchun 100 dollar nima qilasiz? Foyda qilgan hisoblanasiz. Endi keling, endi yapon yenasini ko'ramiz. Unda boshqacharoq. Yapon yenasi, har qanday yapon yenasi, ya'ni qatnashgan paralarda boshqacha bo'ladi. Bunda qanaqa? Mana qarang. 3 ta son bor. 158, 21. Misol uchun, bundan 22 ga o'zgardi. 158, 21. Slaydda ko'rganingizdek, esingizda bo'lsa, nuqtadan keyin ikkita son o'zgarishi, ikkita son bo'lishi kerak edi. Agarda siz yapon yenasida bir lot ochadigan bo'lsangiz, oxirgi son 21 dan 22 ga o'zgarganda, siz nima qilasiz? Buyga ochib qo'ygan bo'lsangiz, siz 10 dollar foyda qilgan bo'lasiz. Agar 21 dan 20 ga tushib qoladigan bo'lsa, 10 dollar zarar qilgan bo'lasiz. Agar 21 dan 11 ga tushib qoladigan bo'lsa, siz 100 dollar zarar qilgan bo'lasiz. Pips qiymati deb o'shanga aytiladi. Eng oxiridagi sonni o'zgarishiga pipsni o'zgargani aytiladi. 100 pips, 50 pips yurdi deb o'sha o'lchab aytiladi. Yapon shamlari. Biz nihoyat grafik bo'limiga keldik. Ya'ni grafik qanday tashkil topgan.
Nimaga yapon shamlari ko'p ishlatiladi, nimaga asoslanib yapon shamlari o'zida ma'lumotlarni mujassam qiladi, shular haqida gaplashamiz. Qarang, yapon shamlari bu narxni harakatini ko'rsatadigan grafik tasvir usuli bo'lib, bu treyderlarni bozorning kayfiyatini aniqlashda, trendni aniqlashda, savdo qarorlarini qabul qilishda yordam beradigan instrument hisoblanadi. Yapon shamlaridan boshqa instrumentlar yo'qmi desangiz, yapon shamlaridan boshqa instrumentlar bor. Lekin ularning ichida eng keng qo'llaniladigan yapon shamlaridir. Har bir sham o'zida 4 ta asosiy elementni mujassam qiladi, ya'nida 4 ta asosiy narxni bildirib o'tadi. Shu davr mobaynida bitta sham shakllanishi davr mobaynida eng yuqorgi narx, eng pastki narx, ochilgan narxi, yopilgan narxi 4 ta ma'lumotni o'zida saqlaydi. Nimaga yapon shamlari keng qo'llaniladi desangiz, bozor psixologiyasini ochib beradi. Trendni aniqlashga samarali, sodda va vizualli, ya'nida ko'plab strategiyalarga asos bo'ladi. Universalligi avtomatlashtirilgan tahlillar uchun mos. Keling endi buni grafikda biz ko'rib chiqamiz. Mana grafikni ochib oldik. Grafikda siz ko'ryapsiz, yapon shamlari qandaydir shakllarni chizib tashlagan. Endi tradingga ilk bor kirib kelayotgan bo'lsangiz, sizga har xil shakl bo'lib ko'rinadi. Misol uchun, agar qiziqib oldindan ishlab yurgan bo'lsangiz, siz bu haqida hamma ma'lumotni bilasiz. Keling, men sizga buni tushuntirib o'tib ketaman. Qarang. Bizda time frame degan tushuncha bor. Time frame degani bozorni vaqtlar oralig'ida ko'rsatish. Ya'nida siz time frame'da 1 soatlikda qo'ysangiz, har bir sham 1 soat mobaynida shakllanadi. Agar siz 4 soatlikda qo'ysangiz, har bir sham 4 soat mobaynida shakllanadi. Agar siz kunlikda qo'yadigan bo'lsangiz, har bir sham 24 soat davomida, ya'ni 1 kunda shakllanadi. Qarang, 1 daqiqalik time frame'ga o'tamiz va har bir sham 1 daqiqada shakllanadi. Mana ko'rdingiz, hozir daqiqa boshlanishi bilan mana sham ochildi. Ochilgandan keyin ozgina, misol uchun, soya tashladi orqaga. Bu shu davr mobaynida hozirgacha eng pastki narxni ko'rsatdi. Misol uchun, undan keyin ochilgan narxi mana endi eng yuqorgi narxni ko'rsatdi mana. Eng yuqorgi narx, undan keyin hozir yopilish narxini ko'rsatadi. Ya'ni 1 daqiqa ichida bozor qaysi narxlarga borib kelganini bilishimiz uchun kerak bo'ladigan instrumentlardan birisi bu grafikda yapon shamlari hisoblanadi. Yapon shamlari bilan biz nima qilamiz? Grafikda oson analiz qilib, bozorni keyingi harakati qanday bo'lishini oldindan bilishga harakat qilamiz. Hozir ko'ramiz, bu sham mana yopiladi. Mana yopildi, ko'rdingiz, mana ochildi. Ochilgan narxi shu daqiqa davomida eng pastki narxi, yopilgan narxi shu daqiqa davomida eng yuqorgi narxi. Xuddi shunday. Yuqoridagi chiziqlari soyasi deb ataladi. Soyasi o'rtadagi keng qismi bu shamni tanasi hisoblanadi. Endi yapon shamlaridan boshqasi yo'qmi bizga desangiz, bor. Yapon shamlaridan boshqasi ham bor. Hozir shuni sizga ko'rsatib o'taman. Misol uchun, mana bar degani bor. Bar degani nima bilan farq qiladi? Bunda ham 4 ta narxni bildiradi. Ochilish narxi, yopilish narxi, keyin eng pastki narx, eng yuqorgi narx. Faqat barda nima bo'lmaydi? Tana bo'lmaydi. Yapon shamida tana bo'ladi. Semiz bo'lib turgan joyi tanasi bo'ladi. Barda tana bo'lmaydi. Keyin bizda nima bor? Keyin bizda keng qo'llanilgan mana liniya bor. Liniya bor. Liniya bitta nimani ko'rsatadi? Misol uchun, mana shu chiziqlar nimaga asosan chiziladi desangiz, yapon sechasini yopilish narxi esingizdami? Misol uchun, yopilish narxini mana shu liniya olib yuradi. Ya'ni shu liniya yopilish narxiga asosan chiziladi. Misol uchun hozir ko'rsataman. Mana misol uchun siz yapon shamiga qo'yasizda, mana bu soya qismini olaylik. Mana soyasini oldik, eng yuqorgi narxini oldik. Endi hozir biz nima qilamiz? Biz buni liniyaga o'tiramiz. Mana liniyada hali bozor bu yerga kelmagan deb ko'rsatyapti. Ko'rdingizmi? Yapon shamida ko'rsatyapti shu yerga kelganini. Liniyada ko'rsatmayapti. Shuning uchun nima qilamiz? Biz
ko'p asosan qo'llaydigan narsamiz yapon shami hisoblanadi. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Siz videoni qaytadan ko'rib, o'zingizga kerak bo'ladigan qismini konspekt qilib olsangiz, o'zingizni esingizda qoladi va siz uchun foydali bo'ladi. Keyingi mavzuda ko'rishguncha xayr.